2020-yilda ishlab chiqarilgan Gentra avtomobili, avtomat korobka, shu 3-pozitsiyasi. Mashinani holati zo'r. Olib haydashga tayyor, navrotli qildirib qo'yishgan, bunaqa yaxshi diskalarni qo'yib qo'yishgan. Balon holati ham yaxshi. 4 tala baloni bir xil holatda. Hop, ta'mirlovkalarda chiroyli holatda mashina. Benzin harakatlangan. Salon holatlari ham juda ham tiniq, yaxshi holatda turibdi. Bagajlar bor, PNR manifold taqib qo'yilgan, tabloasi shinalari 189 ming kilometr yurgan. Anaqa koja yaxshi deb taqib qo'yishgan ekan, chexollar. Bemalol hamma yo'g'ini ko'rib tekshirib yoki qolsangiz bo'ladi. Kraskalari bor, lekin zazorlargacha hammasi zo'r turibdi. Bir 5 tacha pitnosi bor deb aytishyapti. Bagaj kraskasini ko'rdim mana bu joyda ham, eshikda ham zinvatina chiqariladigan joyi bor ekan, mana yatina bo'lib qolgan. Bilinar-bilinmas bo'lib turibdi. Tayyor holatda mashina olib mazza qilib haydashinglar shu Gentra'larga 7500 ga beramiz. 2020 ni bosib oringlar.